Can kirib bo'lgan homilini qasddan tushirvasa to'lamdi. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Qo'rsaqdagi jon kirib bo'lgan homilini yo'ldoshi yoki o'zi doktorxonaga berib tushirvasa, qasddan tushirayotganligi ma'lum bo'lsa, xun haqqi kelamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qo'rsaqdagi bola 4 oylik bo'lgandan keyin jon kirgizilib, to'liq inson shaklida muayyanlashib bo'lg'achqa, har qanday bir sabab bilan uni tushirib etishga bo'lmaydi. Chunki bu bir jonga tajovuz qilish. Alloh taolo o'ldirishni harom qilgan jonni o'ldirishdan iborat og'ir jinoyat. Barliq olimlarning qarshida harom ish. Buningda ko'z qarash o'xshashmasligi yo'qdir. Taqiy kuchli qarashda 4 oydan burun tushirib etishmi harom. Homilini tushirib etishga sabab bo'lgan kishiga to'lam to'lash keladi. Buningda sabab bo'lg'uchi ona bo'lsin, yoki ota bo'lsin, yoki doktor bo'lsin, yoki boshqa birisi bo'lsin, qasddan bo'lsin yoki qasddan bo'lmasin, hammasi o'xshash. Tushirib etishga sabab bo'lsalar, xun haqqi diyat to'lash vojib bo'ladi. Buningga belgilangan diyat hadisda bir qo'l deb belgilangan. Abu Salama Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Huzayl qabilasidan ikki ayol bir-biri bilan urushib qolib, biri yana bir homildor ayolning qo'rsqiga tosh etib, qo'rsqidagi bolasini o'ldirib qo'ygan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga da'volashib kelganda, qo'rsqidagi bolasining xun haqqini o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin bir qo'l deb hukm qildi. Buningga belgilangan diyatni pulga sundirganda, har kishining diyatining 5% qismiga barobar keladi. Ya'ni 20 dan biridir. Masalan, bir insonga 100 tuga jon to'limi keladigan bo'lg'achqa, homiliga 5 tuga keladi. Bozorda 5 tuga qancha pul bo'lsa, shuncha pul to'lam keladi. Tugi boqmaydigan rayonlarda oltin bilan o'lchaymiz. Bir er kishining xun haqqi sap oltindan 1000 tilla bo'lib, bu 4 kilo 250 gramga to'g'ri keladi. Buning 5% 50 tilla bo'ladi. Bir tilla 4,125 gramga barobar. Demak, to'ralmaning to'limi 212,15 gram oltin bo'ladi. Yoki mushu oltinning bozordagi bahosi bo'yicha qog'oz pulga sundiriladi. 1 gram oltin bugungi bahoda 330 yuan bo'lsa, to'lamni yuan bo'yicha hisoblasak, qo'rsaqdagi bolaning to'lami 70 ming yuan atrofida bo'ladi. Bu oltinning bahosining o'zgarishiga qarab yuqori yoki tuvarak bo'lishi mumkin. Bu to'lamni kimlar to'laydi? Bu to'lamni homilani tushirib etishga bevosita qo'l solganlar yoki sabab bo'lganlar to'laydi. Masalan, homildor ayol o'zi qo'rsqidagi bolani tushirsa, bu ayol to'lamni yolg'iz to'laydi. Lekin bu to'lamdan miros ololmaydi. To'lamni otasi tushirayotgan bo'lsa-mu shundaq. Agar bir qancha kishi hamkorlashib tushirayotgan bo'lsa, to'lam bularning hammasiga chechiladi. Agar ayol kishi doktorga berib bolani tushirib bering degan ahvolda, ba'zi olimlar butun to'lam ayolga keladi deb qaraydi. Yana ba'zi olimlar butun to'lam doktorga keladi deb qaraydi. Bu to'lamni kim oladi? Bu to'lam qo'rsaqdagi bolaning mirosxo'rlari bo'lganlarga beriladi. Lekin uni tushirayotgan qotil mirosxo'rlardan bo'lsa, bu mirosdan mahrum qilinadi. Ota-ona birlashib tushirayotgan bo'lsa, asib tuqqanlardan eng yaqin bo'lganlar oladi. Agar otasining otasi bo'lsa, butun mirosni oladi. Agar otasining otasi bilan billa otasining yoki onasining onalari, cho'ng onalari bo'lsa, otasining otasi bilan billa o'zaro shar'iy bo'lishadi. Agar otasining otasi bo'lmagan ahvolda, ulardan tuvan darajadagi asib tuqqan mirosxo'r bo'ladi. Bolaning jinsi sababidan o'ttirisida to'lam farq bo'lamdi? Farq yo'q. Imom Navaviy aytadi: barliq olimlar homila o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin, bir qo'l to'lam keldiganligida ittifoq. Olimlarning aytishicha, bundoq bo'lishining sababi ba'zida o'g'il yoki qizliqi aniq bo'lmay, bilinmay qoladigan bo'lg'achqa talash tartish ko'p bo'lib ketadi. Bu sababdan shariat bu masalada talash tartishni kesib, bir xil o'lcham bekitgan. Homilani tushirayotgan ahvolda diyat bilan kafarat birga keladi. Bundaq ahvolda olimlarning bir qismi diyatning ustiga kafarat vojib bo'ladi deb qaraydi. Kafarat bo'lsa, orqa-orqadan uzildirib qo'ymay 60 kun roza tutish. Ba'zi olimlar bu kafaratni mustahab deb qaraydi. Bu yerda shuni eskartib o'tish kerak. Birinchi, agar tushiritilgan bola hayot yerga tushib, ondan o'lib qolgan ahvolda to'liq bir inson to'limi keladi. Ikkinchi, to'ralma zinodan yoki bosqinchilikdan bo'lgan taqdirdami 4 oydan keyin tushirib o'tish o'xshash harom bo'ladi. To'lami keladi. Uchinchi, meyipligi ma'lum bo'lgan bolani 4 oydan keyin tushirib o'tishmi o'xshash harom bo'ladi. To'lami keladi. To'rtinchi, eri ayolini bolani tushirib deb buyursa bo'lmaydi. Buyurgan taqdirda ayol erga bo'ysunmasligi kerak. Chunki bo'ysunish degan itoat bo'lgan ishlarda bo'ladi. Bo'ysunsa gunohkor bo'ladi. Bolani tushirayotgan jinoyat yuklanadi. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gunoh ishda itoat qilish yo'q. Itoat qilish degan to'g'ri ishlarda bo'ladi degan. 5.
ayollar shuni bilishi kerakki, bola degan Alloh bergan rizq. Uni beqib parvarish qilib yetildirishga Alloh o'zi ega. Chunki u zot olamlarning parvardigori, egasidir. Kim biladi, balki ashu bolada boshqa hech kimda bo'lmagan xayrlik, barakat bo'lishi mumkin. Shunga har bir inson taqdir elib kelgan farzandini ko'ngil roziligi bilan kutib olishi lozim. Bu o'zining dunyo va oxiratlik uchun yaxshi. 6. Balani tushirib o'tish bir jinoyat. Buningga Alloh bekitgan jazodan qo'rqmay, to'lanma ado qilmay, maxluqlar bekitgan jarimadan qo'rqib, balani tushirib o'tish ashu begunoh bir jon haqida, Allohning belgilab bergan chek-chegarasi haqida, millat haqida, jamiyat haqida, balki butun insoniyat haqida ishlangan intayin qabih ham og'ir jinoyat. Shundaqla bundoq jinoyatni sodir qilishga bevosita qo'l tiqadigan doktor, sestralarmi, balani tushirib o'tishga sabab bo'ladigan boshqa kishilarmi bu qilmishining oqibatidan qo'rqishi lozim. Chunki 4 oylik bo'lgan to'ralma midirlaydigan, g'izolanadigan, nafaslanadigan bir jon. Bir jonni o'ldirish butun insonlarni o'ldirganga, hayotini saqlab qolish butun insonlarni saqlab qolganga barobar. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 165 nomorliq fatvo.